er xotinini sevishi bu baxt bu. Er xotinni sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomda bor degan. Xotin erini sevishligi, yaxshi ko'rishligi bu islomdagi eng baxt degan. Bu nima degani? Eng katta xiyonat eri bor ayol boshqa erkakni yaxshi ko'rish. Xotini bor ayol boshqa ayolni yaxshi ko'rishi bu eng katta musulmon ummat uchun eng katta balo. Islom aytadiki, ayollar, "Yo'q, ayol erga teydimi? Erkak teymasa faqat eringni bil" deydi. Hazlashing kelyaptimi? Ering bilan. Gaplashing kelyaptimi? Ering bilan. Kulishing kelyaptimi? Ering bilan. O'ynashing kelyaptimi? Ering bilan. Erkaklarga aytadi, ayol teymasa endi xotiningni bil. O'ynashish, kulishish, gaplashish, hazillashish, chiroyli SMSlar, chiroyli rasmlar, chiroyli giflar palonchiga emas, xotinga jo'natish kerak.